Assalomu alaykum vatandoshlar, sizlarga sog' salomat tilayman holda men hovli chiqarishda davom etaman. Hozir biz kelib turgan lokatsiya M41 avtomagistralini chetida bo'lib turibdi. Orientirimiz Zilol market yoki yanada ham bo'lmasa, mana bu yerda salgina yursak, Termiz tumani Qirillik Bansa ko'pchilik bilishadi. Termiz shahardan Manguzar postdan o'tadigan bo'lsak, ko'p yurmadik. Salkam bir 800 metr yo 700 metr, uzog'i 1 kilometr yurdik. Mana shu yerda yo'l chetida hovli sotuvda. Umumiy maydon 22 sotix bo'lgan. Mana chegaralar hamma tomon zabor aylantirilgan. Ketgan oxiri Qizil uygacha va mana bu yerda ko'k fasadimiz. Zudlikda sotuvda. Umumiy maydon 22,5 sotix. Hamma takliflar joyida. Eng asosiysi ko'chaning ustida bo'lmoqda. Shaharga yaqin. M41 avtomagistralni ustida ketdik. O'z biznesini rivojlantiraman degan, xohlasa kotej qurib yuborsa bo'ladigan joylar sotuvga chiqaryapmiz. Tadbirkor akaxon akaxonlar. Mana bu yerda yashash uchun 4 ta xonadan tashkil topmoqda va yana qo'shimcha u tomonda 4 ta xona ko'tarilgan. Hozir u tomon bilan bir tanishtiraylik-da. Va bu tomonga mana qarang. Chegara ketgan, mana do'ppini otgan. Oxirida og'ilxona, chorvachilik bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Va mana bu tomonda esa hojatxona, banalar tashlangan. Aristonda qo'yilgan, hamma shart-sharoitlar qilingan. Mana bu tomonda zaborlar aylantirilib, chegaralar hammasi aylantirilgan. Zudlikda tanishtirib o'tamiz. Mana bu tomonga oshxonalar. Yaqinda mana Xong'ishdan ko'tarilgan qurilishlarimiz ham bor ekan. Bu yerda bitta hozircha oqma gazimiz yo'q. Bitta oqma gaz. Nasib bo'lsa oqma gaz kelib qolishi ham mumkin, ajab emas. Lekin oqma suv deysizlarmi? Ko'chaning usti, maktab, bog'cha juda yaqin. Qirillik Banisa hamma tomondan juda udobli joy bo'lyapti. Mana bu yerda esa oshxonamiz. Mana shu yerdan tashlangan. Bir ko'rsatib o'tsak ham bo'ladi mana. Bunga hali ichki shart-sharoitlar hal qilinmagan. Qilishga tayyor turibdi. Mana ichkarida uygalar nomeri pastda e'lon qilinadi. Narxi haqida uygalar bilan bog'lansanglar bo'ladi. Zudlikda aloqa chiqasizlar. 22,5 sotix bo'lmoqda. Mana bu yerda ham ko'ringlarda mana 4 ta xonadan tashkil topgan. Tepalarga qaranglar, vassani o'rniga nima joylashgan mana. Ustalba tashib ketgan. Ustalba. Ko'ringlarda mana yog'ochlarning qanday qalinligini. Bu remont qilasizlar, kirib yashaysizlar. Tayyor o'tiribdi. Mana bu tomonda 22,5 sotix. Bir nechta kotej qurib yuborsanglar ham bo'ladi. Eng asosiysi hamma dokumentini tanishib chiqdim. Narxini mana shu pastdagi nomerlarga zudlikda aloqa chiqasizlar. Bu yerda oqma suv deysizlarmi, kran suv deysizlarmi, kachoklar ham qilingan. Hamma shart-sharoitlar mujassam. Kimda qanaqa savol tug'sa pastdagi nomerlar, uygalar nomeri, 2 ta nomer qoldiramiz. Reklama maqsadida agar kimgadir ehtiyoj bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Shu yerda videorolikimiz tamom.